Idishga 250 gram muzdek suv, 1,5 osh qoshiq qaymoq, 2 ta tuxum va 1 osh qoshiq uksus solib aralashtirib va alohida idishda 800 gram un, 600 gram muzdek margarinni qirg'ichdan chiqarib, urvoq holatiga keltiramiz. Va suyuq massamizni qo'shib, mushlamasdan xamir holatiga keltirib olamiz. Teng 8 ta bo'lakka bo'lib zuvalachalar yasaymiz. Zuvalalarni 20 daqiqaga muzlatgichga dam olgani yuboramiz. Va har birini shu shaklda yoyib, shu shaklda konvert holatiga keltirib o'rab, yana kamida 4 soatga muzlatgichga yuboramiz. Har bir zuvalani yupqa qilib yoyib, list orqasiga qo'yib, chetlarini kesib chiqamiz. Korjlarni 180 gradus haroratda tillarang qilib pishirib olamiz. Endi krem tayyorlaymiz. Krem uchun 250 gram istalgan turdagi sariyog' va 1,5 litr quyultirilgan sutni mikserda yaxshilab aralashtirib olamiz. Korj krem qilib 8 ta qavatni terib chiqamiz. 9-qavatni pishirib, tort ustiga maydalab bezatib olamiz. Tortimiz tayyor, buni albatta tayyorlab ko'ring. Unutmaydigan do'stingizga yuborib qo'ying.